Hozirgi kunda ko'pchilik ayollarimiz menga kollagen ichish mumkinmi deb murojaat qilishadi. Albatta, nafaqat sizga, barcha erkaklar ham kollagenni ichishligi mumkin. Kollagen bu o'zi oqsil, aminokislota, uni hech ham zarari yo'q. Agar sizda soch to'kilishi kuzatilayotgan bo'lsa yoki ajinli tushib ketayotgan bo'lsa, tirnoqlaringiz nimjon, sinuvchan bo'layotgan bo'lsa va ayniqsa sizda suyak yemirilishi kuzatilayotgan bo'lsa, siz albatta kollagenni ichishingiz kerak bo'ladi. Kollagenni birinchi ovqatlanishdan yarim soat oldin, agar poroshokligi bo'ladigan bo'lsa, yarim stakan suvga bitta merni ложка qo'shib aralashtirib ichib olasiz. Agar kapsulaligi bo'ladigan bo'lsa, yana bitta o'qib ko'rasiz, lekin odatda kapsulaligini 3 dan 2 mahal ovqatdan yarim soat oldin 2 mahal ichiladi. Agar suyak yemirilishi kuzatilayotgan insonlarda 2 mahal ham ichish tavsiya etilaveriladi. Sizda ferritin analizi past chiqadigan bo'lsa, bunda faqatgina temir bilan emasdi, kollagenni ham qo'shib ichadigan bo'lsangiz, shunda ferritin